Xo'p, assalomu alaykum videoda endi bag'i elektrostatika. Elektr bizda shu elektr jihozlardan foydalanish, ulardan qanday foydalansak foyda bo'ladi, qanday foydalansak ziyon bo'ladi, ya'ni rasxod oshib ketadi. Shu haqida o'rganamiz. Endi elektr birinchi o'rinda sizlarni gaplashamiz, elektrlanish yoki zaryadlanish. Elektrlanish yoki zaryadlanish nima ekan o'zi? Jismlarni bir-biriga ishqalash natijasida o'ziga mayda jismlarni tortib yubib qolish bizda aytilar ekan, elektrlanish yoki zaryadlanish aytilar ekan. Endi bizda qurilmalar bor ekan. Qancha miqdorda zaryadlangani aniqlovchi qurilma bor va zaryad bor yoki yo'qligini aniqlovchi qurilma bor. Misol uchun jismni biz zaryadladik. Unda zaryad haqiqatda bormi yoki yo'qligini aniqlamoqchi bo'lsak, unga elektroskopni foydalansa bo'ladi. Unda zaryad bor yoki yo'qligini aniqlash uchun. Qay miqdorda zaryadlanganligini aniqlash uchun elektrometrdan foydalansa bo'ladi. Ya'ni qancha miqdorda zaryad borligini nima beradi, o'lchab beradi. Xo'p, endi bizda o'zi tabiatda necha xil zaryad bor ekan desak, tabiatda ikki xil zaryad bor ekan. Musbat va manfiy. Tabiatdagi eng kichik manfiy elementar zaryad bizda bo'lar ekan elektron. Elektronda zaryad miqdori -1.6 kulonga teng ekan. Massasi esa 9.1 kilogrammga teng. Endi mana bu yerda biz quvni aytyapmiz. Ya'ni quvni biz zaryad miqdori deb tushunadigan bo'lsak, zaryad miqdorini bir yuz bo'lar ekan, bir s bilan belgilab qo'yamiz. Bu kilonlarda o'lchanadi. Kilon. Demak, massasi 9.1 kilogramm, zaryad esa -1.6 -19 kulon. Endi tabiatdagi eng kichik manfiy elektron bo'lsa, eng kichik musbat bizda bo'lar ekan proton. Protonni massasi 1.167 kilogramm. Protonning zaryadi esa elektron zaryad bilan miqdor jihatdan teng, faqat modul jihatdan qarama-qarshi. Ya'ni bu musbat. 1.6 kulon. Bu musbat bizda bo'lar ekan proton, manfiy esa elektron bo'lar. Endi biz tabiatda turli xil zaryadlangan jismlarni ko'rishimiz mumkin. Va ularda har birini zaryad miqdorlari nima bo'lar ekan Og'abek? Elementar zaryad miqdoriga karrali bo'lar ekan. Misol uchun nechidir kulon zaryad bo'lsa, u elektron yoki proton ikkovi teng. Ikkovining zaryad miqdoriga karrali bo'ladi. Necha martadir ham katta, necha martadir kichik bo'ladi. O'sha sonda, o'sha zaryad bo'ladigan bo'lsak, elektron bilan nima bo'lar ekan? Elektronga karrali chiqadi. Nechtadir ham elektron oshiqcha yoki kamligini ifodalab beradi. Yes biz bo'ldi elementar zaryad. Bo'pti. Demak, tabiatda ba'zi zaryadlar elementar zaryad miqdoriga karra bo'lgan, bu bizda quvvatning eni bilan topilgan. Endi bizda bo'lar ekan yetishmayotgan yoki ortiqcha elektronlar soni y esa biz bo'lar ekan o'sha elementar zaryad miqdori, ya'ni 1.6 kulon bo'ladi. Endi bizda zaryadli zaryadlar ishoralarga qarab turib o'z bilan bir-biridan ta'sirlashar ekan. Bir xil ishorali zaryadlar bo'lsa bir-biri bilan charishadi, qarama-qarshi bo'lsa bir-biri bilan tortishadi. Misol uchun biz musbat va musbat zaryad qo'yadigan bo'lsak, misol uchun proton va proton turibdi. Ular bir-biridan uzoqlashishga bir-birini maqladi, itaradi. Bir-biridan qochishga itaradi. Manfiy elektron bo'lsa ham bir-biridan maqladi, qochishga ekan. Qachon ular tortishadsa, agar ular qarama-qarshi ishorali bo'lsa, plus minus bir-birini maqladi, tortadi. Yoki u birlashgan vaziyatda elektron neytral holga bo'ladi. Ya'ni zaryadsiz. Ikkovi bir-birini maqlab neytrallashadi. Endi biz jismlarga zaryad berganmiz, ularning massa o'zgarishi haqida gaplashadigan bo'lsak, yaxshilab qaraymiz. Bizda ikkita elektron neytral jism bor edi. Men elektronlar sonini yozib oldim, qancha o'tgan miqdorini bilish uchun. Birinchi jismimizda 4 elektron, 4 ta proton bor edi. Ikkinchi jismda ham 4 elektron, 4 ta proton bor. Demak, ikkita elektroneytral jism bor. Biz ularni nima qildik bir-biriga? Ishqaladik. Ishqalaganimizdan keyingi hodisa bo'lib qoldi mana 1 2 3 4 5 ta. 5 ta elektron, 4 ta proton. Proton turibdi, demak birinchisida 4 ta proton turibdi. Faqat elektron bittaga oshib qoldi. Endi ikkinchisida esa 4 ta proton turibdi, lekin elektron nima bo'lib qoldi? 3 ta bo'lib qoldi. Bu degani nima bo'lgan? Bu o'zi bitta elektronni bergan, narigisi nima qildi o'ziga? Biriktirib qo'shib olgan. Bo'ldi, tamom. Endi bunda bo'ldi. 5 ta elektron, 4 ta proton. Neytrallashib ketsa, bu ikkovi neytrallashib ketgan bo'lsa, bitta kim ortib qoldi? Manfiy elektron oshib qoldi. Bu degani manfiy zaryadlar ko'proq. Bu degani bu birinchimizda nima zaryadlanib qoldi? Manfiy zaryadlar. Ya'ni bir karra manfiy zaryadlangan jism bo'lib qoldi. Ikkinchisi esa bu ikkovi juftlar birlashib ketsa, bitta protonni o'zi qolib ketdimi? Musbatni. Bunda musbatlar ko'p. Demak, bu bizda musbat zaryadga qoldi. Bir karra musbat zaryadlangan jism qoldi. Endi bularning massasi qanday o'zgargan desak, dastlabki holatda bunda 4 elektron, 4 ta proton bor edi. Bu degani mana bu elektron massasi 4 ta, protondan ham 4 ta edi. Keyingi holatda nima bo'lib qoldi? 5 ta elektron, 4 ta proton. Bu degani bitta elektron massasi o'ziga qo'shib oldimi? Demak, manfiy zaryadlansa jismning massasi bo'lar ekan, oshib ketar ekan, chunki o'ziga elektron biriktirib olish kerak ekan. Agar unda elektron chiqib ketgan bo'lsa, uni zaryadi musbat bo'lib qolar ekanda, agar jism musbat zaryadlansa, massasi kamayadi. Sabab o'zidan nima qiladi? Elektronni chiqarib yorib musbat zaryadlanadi.
Elektron qo'shib olgan esa manfiy zaryadlan, lekin uni massasi nima bo'ldi bu holatda? Och desak bo'ladi. Endi bu zararli zarralar o'zaro ta'sirlashar ekandik. Bir bilan itarishadi yoki bo'lmasam tortishadi. Ularda shu bir bilan itarish yoki tortishishni kim aniqlagansak, bizda Ersted degan tog' bo'lgan ekan. Ersted burama tarozi yordamida zararli zarralar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlashuv shuni aniqlagan. Bu o'zaro ta'sirlashuv kuchi yoki bo'lmasam Coulomb kuchi bilan ataladi. Dastlab biz vakuumda ko'radigan bo'lsak, demak, vakuumda ikkita miqdorlari qubiroq qo'yib bo'lgan nimalar turibdi? Zararli zarralar turibdi. Vakuumda bir bilan ermasuvda. Ular o'rtasidagi o'zaro ta'sirlashuv kuchi biz hozir yozdikki, zararli zarralarning miqdorlariga to'g'ri, miqdorlari ko'paytmasiga to'g'ri, oralaridagi massaning kvadratiga esa teskari plyus, ana gravitatsiya kuchiga o'xshab ketib qoladi. F vakuum teng K modulda qubur qo'yib taqsim R kvadrat olinar ekan. Bu yerda bizda bo'ldi Coulomb kuchi vakuumdagi holatda bo'ldi. Qubur qo'yib bizda bo'lgan zararli, ta'sirlashayotgan zararli zarralarning miqdorlari R bizda bo'lar ekan. Radius emas, kimdir radius deb gapirdi. Orif radius emas, bu nima bo'lar ekan? Oralaridagi masofa bo'lar ekan. Tamom. Endi bu yerda K nimasi? K bizda proporsional koeffitsient son qiymati bor. Son qiymatni aniqlashimiz 1/4pi epsilon 0 dan foydalansak bo'ladi. Buni K ni formulasi shu. Ilion son qiymati 9 darajasi 9 newton metr kvadrat taqsim Coulomb kvadratdan topilar ekan. Masalaga qo'yganda formula yasash uchun mana bundan foydalanamiz, chunki qisqacha ifoda qilib olish mumkin. Son qiymat bo'lsa, bundan foydalanib ketsak ham bo'ladi. Epsilon 0 bizda nima bu yerda? Epsilon 0 bizda aytilgan elektr doimiysi. Elektr doimiysi son qiymati 8,85 10 darajasi -12 Coulomb kvadrat taqsim newton metr kvadrat bo'ladi. Endi bizda muhitni dielektrik sindiruvchanlik bor. Ya'ni biz hozir buni vakuumda ko'rdik xolos, to'g'rimi? Vakuumda ta'sirlash kuchi xuddi shunday bo'lar ekan. Endi bu boshqa muhitga o'tsa, masalan uchun suvda, masalan boshqa bir glisserin va hokazo moddalarda kerakli bo'lsa qanday bo'ladi desa, ya'ni muhit qo'shsa nima bo'ladi? O'zaro ta'sirlashayotgan zararli zarralar vakuumdan biror bir muhitga ko'chirilganda o'zaro ta'sirlashish necha marta kamayganligini ifodalovchi katta bezatlar ekan, muhitning dielektrik sindiruvchanligi atalgan ekan. Biz buni hozir orqa tarafda ko'ramiz. Xo'p. Epsilon teng F vakuum taqsim F muhit. Ya'ni epsilon nimani aniqlagansak, vakuumdan muhitga o'tganda necha marta kamayganini ifodalovchi kattalik muhitning dielektrik sindiruvchanligi atalgan ekan. Xo'p, bu yerda biz muhitda bo'ladigan bo'lsa, muhit bilan epsilon o'rnini bitarishadigan bo'lsa, F muhit teng F vakuum taqsim epsilon bo'ldimi? Vakuumdagini buni orqada ko'rdik. K qubur qo'yib taqsim R kvadratmidi? Va maxrajni hosil qoldi. Epsilon qo'shib qoldi. Epsilon biror bir muhitda bo'lgan vaziyatda nima bo'lar ekan? Qo'shiladigan xolos. Ya'ni bu biror bir muhitda turgan zararli zarralarning o'zaro ta'sirlashuv kuchi bo'ldi. Xo'p, endi epsilon biz bo'lar ekan muhitning dielektrik sindiruvchanligi. Tamam. Endi masala ketyapti. Vakuumda ta'sirlashayotgan zararli zarralar dielektrik sindiruvchanligi 4 bo'lgan muhitga ko'chirilsa, o'zaro ta'sirlash kuchi qanday o'zgaradi desa, ko'rdik. Epsilon teng F vakuum taqsim muhitmidi? Menga muhitdagi kuch qanday bo'lganini topish kerak. Muhit baqa o'tsa, epsilon baqa o'tadi. O'rnini almashib oldi. F muhit teng F vakuum taqsim epsilonmidi? Epsilon necha ekan? 4 bo'lgan muhitga kelgan. Epsilonga 4 qo'ysam, F vakuum taqsim 4. Bu degani vakuumdagi ta'sirlash kuchidan 4 marta nima bo'lar ekan? Kamroq bo'lar ekan. Bu degani nima bo'lar ekan? 4 marta kamayadi. Endi biz zararli zarralarning miqdorlarini o'zgartirib beradigan bo'lsak, agar zararli zarralarning miqdorlari 2 marta oshirildi, bu ya'ni ana qubur qo'yib ikkita zarra tashlashayotgan bo'lsa, ikkovini zararli nima qilib yozib, ikkovini bir xilda 2 martadan oshirib ko'rdik va oralaridagi masofa shuncha marta kamasin. Bu ya'ni 2 marta kamaysin deyapti. Unda o'zaro ta'sirlash kuchi, ya'ni Coulomb kuchi qanday bo'ladi? O'zi bizda F teng K qubur qo'yib taqsim R kvadrat bo'ldi. Biz buni vakuumda ko'ryapmiz, shuning uchun muhitga 1 olib ketdik. Vakuum uchun, havo uchun 1 ga teng. Xo'p, F teng K qubur qo'yib taqsim R kvadrat edi. Endi bizda o'zgarmas ifodalar tashlab yuboradi proporsionalga solish uchun. O'zgarmas ifodada bizda K, uni qiymati o'zgarmas, o'zi bor. Uni tashlab yuborsam F proporsional qubur qo'yib taqsim R kvadrat bo'lib qoldi. Endi bizda qubur qanday o'zgaryapti? 2 marta ortyapti. Qo'yib ham 2 marta ortyapti. Masofa esa 2 marta kamayotgani. Bunga 1/2 qo'sam kvadrat 1/4, 4 5 kelsa, nima bo'ldi? F proporsional 16. Bu degani zararli zarralarning miqdorlari 2 martadan oshirib, oradagi masofa 2 marta kamaytirsa, o'zaro ta'sirlash kuchi 16 marta ortar ekan. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, endi biz sizlar bilan bularni xo'p, endi zararli zarralar o'zining atrofida maydon hosil qiladi ekan. Ya'ni zararli zarralar o'zining atrofida elektr maydon hosil qiladi. Elektr maydonni xarakterlashimiz maydon kuchsizlaridan foydalanamiz. Maydon kuchsizlari bilamizki, musbat zaryaddan doim o'zidan chiquvchi bo'ladi, manfiy esa kiruvchi bo'ladi. Musbatdan chiqqan kuchsizlari bor, manfiy yo'lni qiladi. Nima turdik? Ha. Endi biz buni elektr maydon potensialida o'tamiz, zaryadlar oqimi.
Ya'ni zaryad kattadan kichikka oqib o'tadi, xuddi shu narsa. Endi biz buni undan oldin ko'rib qo'yishimiz mumkin. Tasavvur qilamiz. Bizda radiuslari turlicha bo'lgan men shar sifatida ko'ryapman. Radiusi R1 va R2 bo'lgan shar bor. Ya'ni turli xil o'lchamli sharlar R2. Ularni aytaylik oralaridagi masofa edi. Va bir R ga teng. Agar bo'lsam umumiy masofani x deb oldim. Bular shu x masofani tashlashgan. Bular zaryad edi. Q1 va Q2. Biz bularni bir-biriga tekkizdirdik. Tekkizdirganimizda zaryadi ko'proq jismdan zaryadi kamroq jismga nima qiladi iloji yo'q? Zaryad oqib o'tadi. Chunki ularda zaryadni o'zini sig'dirish qobiliyati bor-da. Qaysi bir sharni radiusi katta bo'lsa, u sirtiga ko'proq zaryad sig'dira oladi. Kichikroq shar bo'lsa, sirtiga kamroq zaryad sig'adi. Chunki biz bergan zaryad ularni faqat sirtidagina taqsimlanadi, xolos. Ishlay olmaydi. Demak, ketdik. Biz bularda birinchi o'rinda proporsional olamiz. Ya'ni K proporsional. K teng zaryad miqdorlari yig'indisini radiuslar yig'indisiga nima qilamiz bilamiz. Bu K proporsionallik soni kelib chiqdi. Bulardagi zaryad xuddi shunday miqdorda taqsimlanib ketadi. Endi har birida qanaqa zaryad taqsimlanadi desa, har biridagi zaryad topib olishimiz Q1 shtrix. Bir-biriga tekkizilgandan keyin so'ng, ya'ni ta'sirlashtirilgandan so'ng ular zaryadni qanday bo'lsak, Q1 shtrix, ya'ni birinchi zaryadni, birinchi sharni tekkizilgandan keyingi zaryadni qanday bo'lsak, o'sha K proporsional chiqqan sonimizda o'zini radiusiga bitirsak, tekkizilgandan keyingi zaryadi kelib chiqib qoladi. Endi xuddi shunday edi, Q2 uchun qilsak, Q2 shtrix teng K kara R2 bo'ldi. Bu bizda bo'ldi. Bir-biriga tekkizilgandan so'ng har birining zaryad taqsimoti. Endi bu tekkizilgan vaziyatda bitta narsa ham bor. Zaryadning saqlanish qonuni o'rli bo'ladi. Biz ko'rganmiz, impulsda impuls saqlanish qonuni, elektr desa energiya saqlanish qonuni gaplashganmiz, to'g'rimi? Bunda ham zaryad saqlanish qonuni o'rli bo'ladi. Ya'ni zaryad o'z-o'zi yo'q bo'lmaydi yoki bo'lmasa yo'qdan o'z-o'zi bor bo'lmaydi. Dastlab qanday bo'lsa shunday bo'ladi. Demak, bu degani dastlab katta Q umumiy zaryadim qanday bo'lsa, biz uni parchalab tashlasak necha qismga? Bu o'sha bo'lingan qiymatlar yig'indisiga bo'ladimi? Bo'lardim. Xitoy n bo'lakka bo'lsa ham mana o'sha bo'ladi. Misol uchun, bizda bitta yaxlit jism bor edi. Zaryadi 5 qo'ydi. Biz buni ikki qismga ajratib oldik. Bu bo'ldi bizda minusdan 2 Q bo'ldi. Bu 2. 2 ga bo'lib yubordim. Birinchi bo'ladi zaryadi minus 2 Q bo'lib qolibdi. Ikkinchisi qancha bo'lishi kerak? Biz bilamiz, zaryad taqsimot, zaryad saqlanish qonuni o'rlagan. Dastlab qanday zaryad bo'lsa, keyingi yig'indi ham xuddi shunday chiqishi kerakmi? Bu degani, dastlabki Q umumiy zaryadim Q1 bilan Q2 ning yig'indisi teng bo'lishi kerak ekan. Q1 Q umumiy necha? Dastlabkisi 5 Q edi. 5 Q teng. Q1 necha bo'ldi? Minus 2 Q birinchi qismi plus ikkinchisi nechaligini bilmayman. Shuni topish kerak. Bu faqat bitta o'tsa, plus bo'lsa, demak Q2 necha bo'lar ekan? 7 Q ga teng bo'lib qolar ekan. Bu degani bizda ikkinchi qismini zaryadi 7 Q bo'ladi. 7 Q bilan minus 2 Q tashlasak necha bo'ladi? Birlashtirsak 5 Q chiqadi. Bu zaryadning saqlanish qonuni o'rli bo'ldi. Endi biz mana bu holatga bitta masala ko'rib chiqaylik. Misol uchun bizda bor edi radiusi R va 2R bo'lgan zaryadlangan sharlar bir-biridan biror x mahsulot turib nima qilyapti deylik? Ta'sirlashtirdi. X bilan ta'sirlashadi. Xo'p, misol uchun birinchisi zaryadi bo'lsin, mayli, xo'p, necha deylik? Bo'lsin, mayli, 6 Q bo'lsin. Ikkinchisi zaryadi bo'lsin, 3 Q bo'lsin. Orasi necha ekan? 6 Q va 3 Q dan zaryadlari bor ekan. Dastlab ular ta'sirlashyapti. X masaladan turib shu zaryadlarni ta'sirlaydi. Birinchi holatda ta'sirlash uchun yozilgan bo'lsa, F1 teng K Q1 Q2. Q1 Q2 olsam 6 Q ko'paytirilgan 3 Q
taqsim x kvadrat. Oralarning masofa x edi. Bo'lmasa necha bo'ladi? 18k q kvadrat taqsim r kvadrat bo'ldimi? Dastlabki holatda tasdiqlash kuchi xuddi shunday bo'ldi. Ana endi biz ularni yo'qotamiz. Proporsional yasab olish kerak. Zarar taqsimlash. Kating. Aytsam x baradida. Xo'p, ana endi zaratlarni qo'shib turib, radiuslar yig'insiz bo'lish kerak. Zaratlarni qo'shsam 6q ga 3q. 9q taqsim r ga 2r 3r. 9 bilan 3 kelsa 3 qoldimi? Demak 3q taqsim r miqdorda bo'lmay proporsional ketar ekan. Shu miqdorda bir-biriga mos holda bo'lmaydi. Xo'p, birinchisiga qancha zarat tegadi? Qubrishliqning k kara r1 bo'ldimi? K 3q taqsim r ko'paytirilgan r1 birinchi zaryadi r-midi? Demak, q1 shtrix birinchisining keyingi holatdagi zaryad necha bo'lar ekan? 3q. Общий qancha edi o'zi? 9q midi? Demak, yig'ini 9 shundan necha bo'lishi kerak? 6q. Demak, bunisi 6q qolishi kerak. Короче, alishib bo'ldi. Endi bu ham taqdirga qarab tuzgan misolimiz alishib bo'lgan. Xo'p, ana endi alishmaganda har xil chiqadi. Endi o'zaro ta'sirlash qanday bo'lsa, endi biz f ga hisoblab beramiz. F 2 ga teng. Keyingi ta'sirlashgandan keyin zaryadlar olsam ham k q1 shtrix, q2 shtrix, 3q, 6q. Bu yana 18k q kvadrat taqsim x kvadrat bo'laveradimi? To'g'rimi? Dastlab qanday bo'lsa, keyin ham shunday. Bu ham ta'sirlash uchun bo'lmadi. O'zgarmay qoldi. Bo'ladimi? Endi bu ham bir taqdirda bir hazil bo'lsa kerak endi. Keyin sal boshqacha qilib ishlaymiz. Endi buni sizlashib berasizlar. Hazil ishlaysiz? Hazil. Masala o'zingizga cho'rnoy oila. Ha, olar masalan x olsam bo'ladi. Qani, savolga ketyapti odamlar, qaranglar. Bizda radiuslari r va 2r bo'lgan ikkita zaryadlangan nima bor? Shar bor. Birinchi zaryadi 8q, ikkinchisiga esa q o'zi. Ularni bir-biriga tekkizdirib turib, yana o'sha dastlabki masalaga qaytarib qo'yadigan bo'lsak, o'zaro ta'sirlashuvchi qanday o'zgaradi? Qarab turamiz. Birinchi bilan qolamiz bunda. Proporsional yasa olish kerak. K teng. Zaryadlar yig'indisi 9q, radiuslar yig'indisi 3r. Bu 3q taqsim r qolarini proporsional. Q1 shtrix k kara r1. 3q taqsim r kara r. Birinchisi 3q. Demak, bunga q1 shtrix teng 3q. Общий 9q midi? 3q bunga kelsa qolgan qancha qoladi? 6q shtrix teng 6q qolar ekan. Ya'ni taqsimlanib qoldi. Va bundan qancha oq o'tdi bunga? 5q oq o'tyapti. Tushundik? Xo'p, ana endi ketdik. Birinchi holda tekkizilmagan vaziyatdagi kulon kuchlari qanday bo'lgansa, ketdik. F 1 teng k q1 ga 8q, q2 ga q taqsim masofa x kvadrat edi. Bu degani 8 ta k q kvadrat taqsim r kvadrat yo'q, x kvadrat. To'g'ri? Tekkizganimizdan keyin zaryadlar taqsimlanib qoldimi? 3q yu 6q. Endi keyingi holatda ta'sirlash kuchini biladigan bo'lsam, f2 teng k q1 ga 3q, q2 ga 6q taqsim x kvadrat. 6 kere 3 18k q kvadrat taqsim x kvadrat. Bo'ladimi? Nisbat olsam k q kvadratlar x kvadratlar kelsa 18 taqsim 8 qiladi. 8 taqsim 18 qoldimi? 2 ham 2 bo'linsa 4 taqsim 9. 1 taqsim 2 4 taqsim 9 bo'lib qoldi. Bitta osmondan qilsam f2 taqsim f1 teng 9 taqsim 4, ya'ni 2 yu 25. 2 ni birga nisbat ortganmidan kamayganmi? Bu degani 225 marta ortar ekan o'zaro ta'sirlashuv kuchi. Bo'lardimi? Tushundik? Endi buni 3 tali 4 tali holatlarga kelib qolish mumkin. Unda 8 ga turamiz. Endi bitta holat bo'ladi. Agar o'lchamlari teng bo'lgan sharlar birga tekizilsa,
zarralar teng taqsim qiladi. Misol uchun bu ham bo'lganda 6 ga 3 qo'shsam 9 bo'ladimi? 4,5 ga 4,5 ga ketadi. Tengki bo'lib ko'ra. Agar o'lchamlar teng bo'lgan sharlar bo'lsa, agar xavfli bo'lsa, radiusiga proporsional tarzda katta radiusga ko'proq, kichikroq esa kamroq zarar ketadi. Chunki uni sirtiga sig'dirish qobiliyati bor-da, u ko'proq sig'dirgani uchun ko'proqni o'zi oladi. Endi o'rta arifmetik deganimiz. Chunki buni 3 xilni 3 tasini berish mumkin, hali xudo xolasa demlarda tushadi. O'zimiz ichki demlarda. 3 taylar tushib qolishi mumkin shunda xushro'ylar. Sizlarga mana shu asos joyi shu, K proporsional topib olish va har bir rezervlar topolsang bu. Tamam. Ta'sirlash uchun so'rasa shuni topib ko'ramiz. Endi buni o'zaro ta'sirlash potensial energiyasi ham bor, buni keyingi darsda gaplashamiz. Hozir buni naprimerga, mana uni yozib olamiz, naprimerga elib buni. Qolganlarni yozib olamiz. Bu endi teng chiqdi. Ha?